Navbatdagi savol. Ustoz, men youtuberlik qilaman. YouTube'ga o'yin, videolar joylayman va buning uchun vaqtimni ketkazaman. Men shu ishimni foydali ishga aylantirmoqchiman. Multfilm ko'rinishida hadislar haqida video tayyorlashni bilaman. Shunday videolar tayyorlab YouTube'ga joylasam joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Buni bilmadim, bu ixtirofli masala. Meni xosatan qanoatim bunda to'xtalib qolish, ya'ni bunda bir narsa deya olmayman, lekin faqat naql qilamanki, bu narsada robita ulamolari va xosatan mana shayx munajjidlar, shunga o'xshagan ba'zi hozirgi kundagi fatvo berib turgan ulamolar ko'pchiligi bunga ruxsat berishgan. Agar shunchalik bo'layotgan bo'lsa, o'shalar ruxsatdan foydalanib, balkim qilsa bo'lar. Ya'ni foydali narsaga, foydali odamlar uchun, yoshlar uchun foydali bo'layotgan narsaga sarflab o'sha fatvolarni olib qilsa bo'ladi, vallohu a'lam.